Bu nima deb o'ylayapsiz? Faberlic kompaniyasini universal salfetkasi. Bu nima uchun xizmat qiladi? Har qanday vannadagi dog'larni artishda, gazlarimizni одноразовый salfetkada artishni xohlasanglar, mana shunday salfetkadan foydalanib ko'ringlar. Men hamisha uyim uchun foydalanib kelaman. Matodan tayyorlanadi bu. Одноразовый va shunda olamiz. Ras ketdi. Qaranglar qancha. Juda ham ko'p, hattoki 1 oy, 2 oy ishlatishingizga qarab, ancha muddatgacha sizlarga uyingizda beminnat xizmat qilib beradi. Juda ham qulayligi bilan va albatta artgan joyingizda umuman iz, dog' qoldirmaydi. Bir marta ho'llaymiz va xohlagan joyimizni, hattoki gazlarimizni ham bir zumda shundoq olamiz, artamiz va musorga tashlaymiz. Men sizlarga hozir mana sochini ko'rsatib beraman. Xohlagan mana artmoqchiman va qarabsizki, toza va ishlatib bo'lganimizdan keyin buni yuvib o'tirishingizga hojat qolmaydi. Qaranglar. Har qanday chirklarni, yog'larni, changlarni, kirliklarni xohlagan holatda maza qilib ishlatasiz. Va xohlasangiz o'ynadagi dog'larni qarang, ketkizishini bir zumda shundoq mana shu salfetka orqali namladim va artdim. Va yana musorga. Mana shu stolning ustini men sizlarga ko'rsatib va o'ynalarni artaman. Kir holatida ko'rsatib o'tman sizlarga.